Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi buyurtmamiz yana dastlabki jarayonga keldi, xudo xolasa. Proda mahallasina bo'ldi bu. Aka-ukalar uyine azonda birsini dastlab ketdik. Xudo xolasa kechqurunga mana yana bir chiqdi hozir. Yangi tandadan xudo xolasa. Kotellarimiz 300 kvadratli kotel bo'ldi. Listlarimiz chisti katlovoy listam bo'ldi. 4 tik listam bo'ldi. Montagulski. Eshiklarimiz ham mana eshiklardan bo'ldi, xudo xolasa. Komplektida termostat, termometr, regulyator, ventilator, teng joyi bo'ldi zakazmi, xudo xolasa. Как положение zakropkalar qo'yilgan mana. Bu yoqda demoxod tomonida mana atstoniklar bo'ladi, tozalashga qulaylik bo'ladi. Mana shunday mo'rdan tushib chiqqanda, suv oqqanda tozalashga qulaylik bo'ladi mana do'stlar. Kimga shunday ishonarli, garantiyali kotellar kerak bo'lsa, xizmatdamiz xudo xolasa. Buyurtma bo'yicha yasab beramiz. Mesela dostlar, inşallah hayırlı çıksın, yaxşı günlerine hürmet